Savol: yurak kasali inson necha yil yashashi mumkin? Javob: 96 yil, 7 oy, 21 kun. Albatta bu hazil. Ko'pchilik yuragi kasal insonlar men necha yil yashayman, necha yil umrim qoldi deb savol berishadi. Bilasizlarmi? Birinchidan hali bilishimiz kerak, sizda yuragingiz kasalmi, yo'qmi? Mani ish tajribamda yuragim kasal degan insonlarni 70-80% yurak kasalligi yo'q. Agarda operatsiya qilingan bo'lsa ham ularda 100 yil yashash imkoniyati juda ham katta. Tushunyapsizlarmi? Birinchidan yaxshi niyat qilamiz. Ikkinchidan sog'lom turmush tarziga rioya qilasiz. Uni albatta aynan yuragim kasal degan insonlar bilishmaydi. Agar bilishganda yuragim kasal deb aytishmasdi. O'sha 70-80% go'yoki yuragim kasal deb yuradigan insonlar. Agarda tushunmagan bo'lsangiz, tabiiyki siz hozir tushunmadingiz. Bu normal holat. Tushunmagan bo'lsangiz, qiziqayotgan bo'lsangiz va uzoq umr ko'rishni xohlasangiz va yuragingizdagi muammolarni yechishni xohlasangiz, menga maslahat yoki yordam deb yozing kommentariyada yoki mana o'zimga. Sizga albatta yordam beraman.